Diqqat aholiga tezkor xabar. Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 21.82 so'mga oshdi va 12.035.22 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 84.09 so'mga ko'tarildi va 13.912.15 so'm etib belgilandi. Rossiyaning rubli esa 4.08 so'mga balandladi va 167.87 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.